Arzon Range Rover sotuvda turganida bizda reklamani klientimiz ko'rib, mashinani tekshirib, Rustam akaga Range Roverga olib borib, даже remontini ham qildirib, keyin mashinani hozir olib ketishyapti. Klientimiz Nikolay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Смотрите. Murojaat ozgina bir ikkita gap obunachilarimiz uchun. O'zbek tilida именно obunachilarimiz uchun и желательно yosh bolalarga nimadir aytish kerak. Motivatsion gaplar. Tuda. Mashinani oldik Sashakadan. Ozgina endi mayda chudasi bor, bunga qaramaymiz, buni qilib olamiz, problemasi yo'q buni. Mashina zo'r. Da. Endi o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Narxiga yarasha, bu to'g'ri, narxiga yarasha kamchiliklari bor. Lekin qolgani zo'r. Bizani sizni deganim. Yosh obunachilaringizga nima deymiz? Qo'rqmasdan, mana shunaqa zo'r mashinalarni Dubarson kelib, xarid qilib ketinglar. Chunki bu mashinalar hali ancha xizmat ham qiladi. Ham Sashaka chiroyli narx, ham ustalarni ham tavsiya bera oladi. Bir xil payt variant ham beryapmiz, bir xil payt har doim emas. Anaqa ayting, o'zbek tilida qayerdan bilasiz? O'zbek tilini mahallada o'rganganmiz. Mahallada katta bo'lganmiz, mahallada o'rganganmiz. Vot, ruslar ko'rsin, bilsin bu narsa. O'rganinglar. Bizdan rozimisiz? Roziman. Tabriklayman, Abdushi. Alloh xayrli qilsin, zo'r mashina, zo'r pulga bo'ldi. Kelinglar, xudo xolasa, sizlarga ham xalq qilib beramiz.